asfalt qiladiganlar, masalan, sizga o'xshaganlar zavod bilan birga ishlashadimi yo alohida? Zavodda ishchiman men o'zim. Farg'ona maxsus asfalt. Oyog'imdagi mana yumshoqmi yo asfalt yumshoqmi? Chashnaqa o'xshaydi. Qalafan bosilibdi-yu unaqalarga. Bag'lagacha, yo hali ko'kat chiqqan joylarga sal. Shu o't ajrab bor. Jamoada necha kishi aka? 10 kishi ishlayapsizlar. U santimetri qanaqa santimetr bosiladi? Keyin 2 deydimi, 3 deydimi, 4 deydimi, ba'ga ketaveradi. Nechasi bosib beradi? O'zingizni tavsiyangizchi? 5. 5 qilamiz. 5, a? Narxi. 60 mingdan 75 minggacha qilyapmiz. Bu arzon deganimi, qimmat deganimi? Men bilmayman. Masalan 100 kvadrat joy bo'lgan bo'lsa 75 mingdan bo'ladi. 150 u ketaversa arzonlashib ketaveradi. Bitta xonadonga bitta to'la katta kamazdagi zasibga tosh olib kirib, ukulni qilish bepul o'sha ichida. U bizni kuzat ekanlarga qanaqadir mabodo yangilik qilib bermaysizmi? Qanaqa misol? Zasibkasini bitta kamazda bepul. Ha. Bitta xonadonga. Ha. Ikkita ketsa ham bepul qilib berasiz. Ha, zo'r. Qani ham? Xolasi borib ko'rib oladi, xolasi o'lchatib oladi. Xolasini ham taroziga olib borib tortib olish huquqi bor. Bepul o'sha ham. Butun vodiy bo'ylab xizmat ko'rsatilaveradi. Ha, Instagram bilan pastda отметка qilib qo'yamiz. Qachon bo'lsa ham obuna bo'lib qo'ying. Ishingiz tushganda biz obunachilarimizga yangilik qilib berishadi.